Assalomu alaykum, hurmatli aziz qadrdonlarim. Bilasiz, birinchi videomda, ya'ni birinchi qismida qovurotliklar, avarinkalarni ulash sxemasini ko'rsatib, sizlarga oddiy usullarda ulanishlarni ko'rsatib bergan edim. Endi bugun keyingi videolarim ozroq murakkablashib boraveradi. Bunga juda ham e'tibor berishingizni so'rab qolaman, chunki o'sha ulanish jarayonida masalan miya, motor va 12 volt blok pitaniyalarni ulashishda xatolikka yo'l qo'ysangiz, albatta ularni kuydirishingiz mumkin. Shuning uchun diqqat bilan e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Kerakli maslahat va tavsiyalar va ko'rsatmalarni video davomida albatta aytib boraman. Unda biz videoni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan qismlari, ya'ni elektr skuter, elektr murabbiylari, motori, elektr manbai. Biz 48 voltli manbadan foydalanamiz. Keyin kontroller, ya'ni miyasi kerak bo'ladi. Blok pitaniya to'g'risida keyin, ya'ni istochnik pitaniya to'g'risida keyin ma'lumot beraman. Endi mana shu yerda ko'rsatilganlarda ulashni ko'rsatib beraman. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, kontrollerlarning turlari ko'p, shulardan yaxshisini men tanladim. Ya'ni Naideli kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan kontroller bo'lib, uning barcha stekerlarda nima vazifasini bajarishi ko'rsatilgan. Ham qulay, ham oson bo'lgani uchun shuni tanladim. Kontroller turlari ko'p. Buning sxematik ko'rinishini ekranlaringizda hozir ko'rsatamiz. Men jamini kontroller bilan motorni bog'lab turuvchi moslama qildim o'zim. Moslama tayyorladim, ya'ni yog'ochdan. Lekin sizga buni tavsiya qilmayman. Bu qisqa tutashuv bo'lganda yonib ketishi mumkin. Men sizlarga tavsiya qilmayman. 5 ta joylashgan, ya'ni stekerlar kiradigan joy 5 ta joylashgan. Chekka tomoniga plus minus ulanish kerak. Plus minus iloji boricha uzoqroq qilishingizni so'rab qolardim, chunki bir-biriga yaqin bo'lmasi kerak. Endi qarang. Plus quvvat manbai, plus minus ulanadigan qismi va dvigatel, 3 fazali dvigatel ulanadigan qismi ko'rsatilgan. Elektr manbaini rangga moslab turib ulaymiz va izidan kontrollerda plus minusini ulaymiz. Keyin motorlarni ulaymiz. Rangga moslab ulaymiz albatta. Sariq, ko'k, yashil ranglarda shunga moslab ulaymiz. O'zingiz ko'rib turibsiz. Endi hol sensorda ulaymiz. Ya'ni motorni harakatga keltiruvchi hol sensor, ya'ni buyruq beruvchi. Endi ko'rib turibsiz, gaz kabelini ulaymiz. Rangiga mos, keyin teskari old-orqa qiluvchi qismini ulaymiz. Ya'ni stekerni ulaymiz. Delay kontrollerlarida o'zini o'zi o'rganish degan stekeri bor. O'sha orqali istalgan motorni o'qib olish qobiliyati bor. Motor miya bir-biriga tushmasligi mumkin. Shuning uchun shu narsani bajariladi. Keyin quvvat qulfi deyiladi. Buni ulamasangiz albatta miya ochilmaydi, ya'ni buyruqni bajarmay turaveradi. Shu quvvat qulfini plus tomonga ulanadi. Videoda ko'rib turibsiz. Quvvat qulfini hozir tekkizamiz. Yani plusga. Mana
tekkizgan vaqtimizda buyruqni bajaradi. Mana zaslonkani buraymiz, mana aylanadi. Bu oldinga yuryapti. Ba'zi bir mayda kamchiliklarimiz uchun uzr so'raymiz. Endi qarang. Oldinga yuryapti. Endi orqaga mana knopkani bossak, qarang. Kalitni uzsak ishlamaydi, buyruq bajarmaydi. O'zingiz ko'ryapsiz, guvohi bo'lib. Endi kalitni yaxshilab qistiramiz plyusga. Ko'rib turibsiz. Krokodil bilan qistirib olamiz. Bizga sal noqulaylik olib kelgani uchun krokodil bilan qistiramiz. Albatta buning joyida ключ bo'ladi. Ключni buragangizda qo'shib beradi o'zi. Mana bu oldinga yuryapti hozir. Endi orqaga knopkani bossak, orqaga harakatlanadi mana motorimiz. Xullas, mana bu hozirgi elektroskuter yoki bo'lmasa elektromobilning oldinga orqaga yurish mexanizmi, elektrik mexanizmi bajarildi. Endi lyagoshka deyiladi, ko'pincha past tormoz deyiladi. Shuni ulab olamiz. Buning vazifasi bilasiz. Motorni uzish vazifasini bajaradi. Motor ya'ni buyruqni bajarmagandan keyin motor uzilib turadi. Shunda tormoz bosganingizda kalotkani qisib qolgan taqdirda ham motor ishlamay turaveradi. Bu motorning kuyishini oldini oladi. Agar motor kalotka qisgan holatda ham ishlayversa, bo'lmaydi. Motor kuyishiga olib keladi. Bu o'sha motorni himoyalovchi hisoblanadi. Mana hozir bosilgan holatda tekshirdik. Ko'ryapsiz. Lyagoshka deyiladi. Lyagoshkani bosilgan holatda, ya'ni qo'shilgan holatda motor ishlamayapti, ya'ni zaslonkani buyrug'ini bajarmayapti. Endi mana joyiga qaytardik. Mana ishlab boshlaydi. Bu oddiygina sodda sxema bo'lib, kimlar uchundir murakkab bo'lgan sxema. Mana shu videodan keyin bemalol miya motori bo'lsa, bu jarayonni bajarib ko'rishi mumkin. Albatta elektr manbai ham bo'lishi kerak. Qarang. Tormozni bosganimizda buyruqni bajarmayapti. Qo'yib yuborsak, o'zining joyiga qaytardik. Lyagoshka qo'yib yubordik. Endi bossak, mana buyruqni bajarmayapti. Zaslonkani qancha burganimiz bilan buyruqni bajarmayapti. Boshda aytdim, miyalarning har xil turlari bor dedim. Albatta har xil turi bor. Ba'zilarida o'zini o'zi o'rganish yo'qda.
Endi bu jarayondan o'tdik. Endi blok pitaniyani, ya'ni istochnik pitaniyani 60 voltdan 72 voltgacha bo'lgan 36 voltdan 72 voltgacha bo'lgan toklarni 12 voltga aylantirib beruvchi blok pitaniya to'g'risida bo'ladi. Ulanishini ko'rsatib beraman. Yaxshilab e'tibor berasizlar. Blok pitaniyaning ham turlari ko'p albatta. Masalan 10 amperlik, 15 amper, 20 amperlik bo'ladi. Joyiga qarab qo'yiladi. Bizdagi blok pitaniya, ya'ni istochnik pitaniya 10 amperga asosli moslashgan. 10 amper bera oladigan istochnik pitaniya 36 voltdan 72 voltgacha bo'lgan toklarni 12 voltga aylantirib beradi. Qarang, e'tibor bering-da bitta narsaga. Toklar ulanayotganda blok pitaniyada sariq, qizil, sariq, qora ranglari bor. Qorasini qoraga, ya'ni elektr manbayining minusiga ulanadi. Minusi yaqindan qarab ko'radigan bo'lsak, ana minusiga ulanyapti hozir. Plusi ulandi. Ikki chetdagi deyiladi, ikki chetdagi blok pitaniya. Ikki chetdagi plus minusi, yana qizil bilan qorasi ulanadi. Ya'ni blok elektr manbayining plusiga plus, minusiga minus ulanadi. O'rtadagi sariq ulanmay turadi. U chiquvchi qismi bo'lib, undan 12 volt olinadi. Hozir ko'rsataman. Yaqindan ko'ryapsiz, mana blok pitaniyaning qizili elektr manbayining qiziliga, qorasi elektr manbayining minusiga ulandi, qorasiga ulandi. Endi qarang, sariq, mana sariq kabel. E'tibor berasiz. Sariq kabeldan testerimizda 200 voltga to'g'irlaymiz. Chunki birinchi biz kelayotgan tokni o'lchashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni elektr manbayidan kelayotgan tok qancha ekan? Hozir aniqlaymiz. E'tibor bering. Ya'ni elektr manbayiga ulangan qismlarda necha volt kelyapti? Mana 46 volt kelayotgan ekan. Ko'rinyapti. Mana qarang. Plus minus elektr manbayining. Endi blok pitaniyaning sarig'idan plus 12 volt olinadi. Minusi esa o'sha elektr manbayi tomondagi minusga ulanadi. Ya'ni chiqishi o'sha umumiy minus umumiy bo'ladi-da. Mana qarang. Testerimiz 13.3 ni ko'rsatyapti mana. Bu nagruzka bilan 12 voltga tushib qoladi. Nagruzka chiqqanda qarang, 13.3 yaxshi natija ko'rsatkich bo'ladi. Qarang, 46 chiqyapti, kirish 46. O'zingiz ko'rdingiz, mana blok pitaniyaning ulanishini ham ko'rib chiqdik. Mana videoni ham ko'rdingiz va o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz deb o'ylayman. Men juda xursand bo'ldim sizlardan. Obunachilar soni 10 mingtagacha yaqinlashibdi.
Bitta yangiligim bor, albatta obunachilar sonimiz 100 mingtaga yetsa, mana bunday железо fosfatli akkumulyatorlarni, litiy akkumulyatorlarni tuzishni to'g'risida video tayyorlayman. Va ularni tekshirish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerakligi va qanday apparatlardan foydalanish kerakligi to'g'risida absolyut noldan to professionallik darajasigacha bo'lgan video tayyorlayman. Albatta buning sharti 100 mingtagacha yetsak, 100 mingga yetsak. Bundan tashqari mana bunday apparaturalar, mana tochniy svarka apparatlari to'g'risida to'liq ma'lumot beraman. Ulardan foydalanish jarayonida nimalarga e'tibor berish to'g'risida ma'lumot beraman. Albatta bu shart bajarilsa. Keyingi videom to'liq elektrичество to'g'risida bo'ladi. Buni bilganingizdan keyin bemalol o'zingiz mustaqil ravishda bajara olasiz. Kanalimni kuzatib borishda davom eting. Keyingi videomda ko'rishguncha omon bo'lingizlar.